Futbol o'yin chiqarasizmi deganlarga top 3 ta telefon uchun juda ham ajoyib futbol o'yinlari. Sizdan bitta like va buni men esa boshladim. 3-o'rinda FIFA Mobile o'yini, o'sha siz bilgan PlayStation'dagi juda ham ajoyib futbol o'yinlaridan biri. Ya'ni bu mobilniy versiyasi. Xullas bu o'yinni siz o'zingiz xohlagan komandangizni yig'ib, katta karyera qilib, sekin-sekin kuboklarni qo'lga kiritishingiz kerak bo'ladi. O'yinning grafikasiga, atmosferasiga prosta gapsiz bo'lishi mumkin emas. O'ynab ko'rsanglar o'zingizlar bilasizlar. O'yinning eng zo'r tomonlaridan biri bu o'yinda o'zbekcha emas, ya'ni ruscha, inglizcha sharhlar bo'ladi. Prosta kino ko'rgandek, tomosha qilgandek, kayf qilib tomosha qilib o'ynasangiz bo'ladi. Prosta o'yin olov qilib ishlab chiqarilgan va undan tashqari do'stlaringiz taklif qilib, birgalikda battle qilib o'ynaysizlar. Jo'y odamlar o'ynasanglar ham bo'ladi va botlar bilan ham o'ynasanglar bo'ladi va undan tashqari o'yinga donat qilib har xil futbolchilar sotib olishingiz, transfer qilishingiz, sotishingiz mumkin. Xullas o'yin prosta olov qilib ishlab chiqarilgan. Ikkinchi o'rinda esa Dream League o'yini, hozirgi paytda O'zbekistonda mashhur o'yinlardan biri bo'lgan ajoyib futbol o'yinlaridan biri. Xullas bu o'yinda siz orzungizdagi komandangizni yig'asiz, ya'ni har xil futbolchilar sotib olasiz, karyera qilasiz va har xil odamlar bilan birgalikda set qilib, birga-bir battle qilib o'ynasangiz ham bo'ladi. Endi o'yinning grafikasiga keladigan bo'lsak, unaqa dahshat grafika emas, lekin o'ynasa bo'ladigan ajoyib grafikada ishlab chiqarilgan va undan tashqari o'yinga donat qilib har xil futbolchilar sotib olishingiz, har xil sezonlari keladi. Xullas sezonlarda o'ynab yaxshigina reytingingizni yuqorilatish mumkin. Xullas o'yin prosta olov qilib ishlab chiqarilgan va O'zbekistonda bu o'yinni o'ynayotganlar juda ham ko'plab topiladi. Agar siz Dream League o'ynayotgan bo'lsangiz, kommentariyada yozib ketinglar. Xullas Dream League'ni yuklab olmoqchi bo'lsangiz, Instagram bioda silka bor, silkaning ustiga bosib bemalol Telegram kanalimdan tekinga yuklab olsangiz bo'ladi. Bizani birinchi o'rinda esa eFootball PES 2025 o'yini. O'sha siz bilgan juda ham dahshat futbol o'yinlaridan biri. O'yinning grafikasiga, atmosferasiga, dinamikasiga prosta gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ayniqsa prosta maydonga chiqayotgan momentda shuni animatsiyalar bilan ko'rsatishadi, futbolchilar chiqishini prosta olov qilib qo'yishgan, respekt desa bo'ladi. Va bundan tashqari bu o'yinda siz do'stlaringizni qo'shib birgalikda set qilib o'ynashingiz mumkin va o'yinning grafikasi prosta olov qilib ishlab chiqarilgan va ushbu o'yin onlayn ravishda o'ynaladi. Agar siz PES o'ynayotgan bo'lsangiz va PES o'ynaydigan bo'lsangiz, kommentariyada обязательно yozib ketinglar. Dream League zo'rmi yoki PESmi? Обязательно yozib ketinglar va undan tashqari o'yinda donat xizmati bor, ya'ni donat qilib bemalol o'yinda har xil futbolchilarni sotib olsanglar bo'ladi. Videodagi o'yinlar sizga ma'qul kelgan bo'lsa, videoga like bosing, obuna bo'ling va kommentariyada Dream League zo'rmi yoki FIFAmi yoki PESmi? Обязательно yozib qoldirib, menga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Ha, aytgancha bu videoni barcha futbolni yaxshi ko'ruvchi do'stlaringizga ulashib qo'ying.